Xush kelibsiz do'stlar. Biz bilan ekanligingizni bilish juda yoqimli. Dunyoning so'nggi hisoboti dasturining yangi nashri efirda. Bu Kemi bilan bo'lgan Injil bashoratlarining sirlarini oshkor qilish dasturining davomi. Yana birga bo'lganimizdan xursandmiz. Mening ismim Dr. Dwayne Maki. Men Jahon Adventistlar radiosining prezidentiman. Butun dunyoda aql bovar qilmaydigan voqealar sodir bo'lmoqda. Siz bilan birga Vahiy va Doniyor kitobidagi bashoratlarni o'rganyapmiz. Bugungi sonda nima uchun yakshanba kunlari ko'p odamlar jamoaga borishi haqida bilib olamiz. Yakshanba kunining o'ziga xos xususiyati nimada? Biz bilan birga bo'ling, bir necha daqiqalardan so'ng davom etamiz. Dunyoning so'nggi hisoboti. Isoning kelishidan oldin nima bo'ladi? Biz bularni Xudo kalomidan o'rganamiz. Muqaddas kalomda yozilgan bo'lsa, unga ishonaman. Agar muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. So'nggi taqdimotimiz daryo oqadigan joyda deb nomlangan. Biz uni bugungi mavzu bilan birlashtiramiz. Siz Isoning o'limi, ko'milishi va tirilishi nima ekanligini va bu Xudoga yaratuvchi sifatida sajda qiladigan kun bilan qanday bog'liqligini bilib olasiz. Hayron qolasiz. Shunday qilib muqaddas kitobga murojaat qilaylik. Esingizda bo'lsin, hamma narsa Iso haqida. Agar Quddusdagi eski shahar yaqinidagi qabr bo'sh bo'lmaganda edi, men va siz bu yerda turmagan bo'lardik. Agar qachonki Iso bulutlar ustiga ko'tarilganda, farishtalar Iso osmonga qanday ko'tarilgan bo'lsa, shu tarzda kelishini shogirdlariga va'da qilmagan bo'lardi. Iso aytadi: "Uning so'zlarini eslab qoling. Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Men borib sizlarga joy tayyorlayman-u. Sizlarni o'zim bilan olib ketgani kelaman." Qoyil. Bu qutqaruvchi xabari. U sizni va meni qutqaradi. Bizni bu yerdan olib ketadi. U tez orada qaytib keladi. Keyingi dunyoni eng katta yolg'onni fosh qilish dasturimizni o'tkazib yubormang. Siz hayratda qolasiz. Chunki siz Injilni ochganingizda bu yolg'on haqida bashorat qilinganini ko'rasiz va biz bu haqda hamma narsani bilamiz. Keyingi sonda biz Xudoning kalomiga asoslangan hamma narsani haqida aytib beramiz. Birgalikda ibodat qilaylik. Samoviy Ota, men Iso uchun rahmat aytaman. Isroildagi qabr bo'sh ekanligi uchun sendan minnatdorman. Isoning kelishi haqidagi va'da uchun minnatdorman. Iso osmonga ko'tarilganini shogirdlari ko'rganda, farishta ularga bergan va'da uchun rahmat. Biz Iso shu tarzda qaytib kelishini bilamiz. U hozir biz uchun tayyorlayotgan samoviy uyga bizni olib ketish uchun bulutlarda keladi. Rabbim, sevgi uchun rahmat. Kalomingni o'rganayotgan hozirgi vaqtda bizni duo qil. Isoning nomi bilan ibodat qilamiz. Amin. Keling, jumboq bo'laklarini yana birlashtirib, avvalgi ba'zi bir mavzularga qaytaylik. Kim suvga cho'mishi kerak? Xo'sh, demak eslaylik. Taqdimotlarimizni birida, agar siz Isoga o'xshab hech qachon suvga cho'mmagan bo'lsangiz, suvga cho'mishingiz kerakligi haqida gaplashdik. Agar siz suvda iymon keltirgan bo'lsangiz-u, biroq Xudodan uzoqlashib ketib, unga qaytishni xohlasangiz, unda siz qaytadan suvga cho'mishingiz kerak. Va nihoyat agar siz haqiqatni bilgan bo'lsangiz, siz yana suvga cho'mishingiz mumkin. Keling ilgari ko'rib chiqqan jihatlarga qaytaylik. Chunki ular bugungi soniyamizda yangi taqdimotda gaplashadigan mavzu bilan bog'liq. Birinchisi ajdaho. Ajdaho kimligini eslaysizmi? Vahiy kitobi 12-bob. Ajdaho bu shayton. U shaytonga aylangan, iblisdir. Farishtalarning 3dan 1 qismi u bilan isyon ko'targani uchun osmondan quvilgan. Shunday qilib, ajdaho hayvonga kuchini berdi. Hayvon bu dunyo kuchi hamda diniy kuchga aylangan. Jahon hukumati. Ajdaho taxtni hayvonga topshirdi. U Xudo azizlarga qarshi kurashadi. U halokatli jarohat oladi. Halokatli jarohat tuzaladi. Dunyo hayvon ishlariga hayron qoladi. Hayvon kufrona so'zlar gapiradi. Ya'ni yomon narsalarni aytadi. Demak, kufr qilish bu o'zini Xudo deb atashdir. Hamma hayvonga ta'zim qiladi. Bu hayvon diniy kuch, jahon kuchi ekanligini bilamiz. Shuningdek, odamlar unga sajda qiladigan siyosiy kuchdir. Bu kuch Xudoning qonunini o'zgartirishga harakat qiladi. Doniyor 7:25. U Xudoga qarshi kufr so'zlar aytadi. Xudoga qarshi gapiradi. Xudoya taoloning azizlarini ayyovsiz ezadi. Shuningdek, quvg'inlar haqida ham bilamiz. Muqaddas bayramlar va qonunlar o'zgartirishga urinadi. Xudo qonunini tasavvur qila olasizmi? Bu kuch Xudo qonunini o'zgartirishga harakat qiladi. Aql bovar qilmaydi. Shayton yana Isoga hujum qilmoqda. U bu ishni osmondagi urush boshlagandan, fuqarolar urushidan beri qilib, keyin osmondan farishtalarning 3dan 1 qismi bilan birga yerga uloqtirilgan. Biz bu haqida Vahiy kitobining 12-bobida o'qiganmiz. Keyinroq unga yana qaytamiz. Bu ajoyib. U Isoga yaratuvchiga biz uchun o'lgan Xudoyimizga hujum qilishni harakat qiladi. Bu ajoyib. Biz uni qayta hujum qilayotganini ko'ramiz. Buyuk aldoqchi bo'lgan o'sha shayton Xudo qonuniga hujum qiladimi?
Albatta, u Xudo qonunidan nafratlanadi. Unutmang, biz Xudo qonuniga rioya qilishimiz uchun u bizga 10 ta amrni berdi. U bu qonunlarni o'z barmog'i bilan yozgan. Biz kalomda Xudo barmog'i bilan yozganini faqat 2 yerda ko'ramiz. Birinchi marta u Sinay tog'ida Musoga 10 ta amrni berganda, keyingisi avval aytib o'tganimizdek, Quddusda zinoda ushlangan ayolni olib kelishganda Iso egilib, qumga odamlarning gunohlarini yozganda. Shunday qilib muqaddas kitobda 2 marta Xudo barmog'i bilan yozadi. Bu muhimdir. Qachon Xudo o'z qo'li bilan biror narsa yozsa, bu juda muhim bo'lib, biz unga itoatkor bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? Ushbu hukumat muqaddas bayramlar va qonunlarni o'zgartirishga urinadi. Bu haqda Doniyor 7-bob 25-oyatda aytilgan. Urinadi degan nimani anglatadi? Harakat qiladi, urinadi. Urinish muvaffaqiyatli bo'ladimi? Albatta yo'q. Siz Xudo qonunini o'zgartira olmaysiz. Xudo men o'zgarmayman deydi. U Xudo. Siz uning qonunini o'zgartira olmaysiz. Bu kuch o'zgartirishni orzu qilib harakat qiladi. Xo'sh, bashorat shunday demoqda. Unutmang, har bir uchrashuvda qayta-qayta aytamiz. Agar u muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, bunga ishonaman. Agar muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Aslida bu reformatsiyaning asosiy shiorlaridan biri. Martin Luther, John Calvin va John Wesley barcha buyuk islohotchilar muqaddas kitobga va faqat muqaddas kitobga ishonishgan. Faqat muqaddas kitob. Shuning uchun biz agar muqaddas kitobda yozilsa, men ishonaman deymiz. Agar bu muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Endi muqaddas kitobga murojaat qilib, yangi mavzuni ko'rib chiqaylik. Vahiy kitobidagi topilgan esdalik. Biz siz bilan birga hammasini ko'rib chiqamiz. Siz hayratda qolasiz. Lekin avval men Ruanda haqida aytib bermoqchiman. Ruandani eslaysizmi? Bir necha yil oldin u yerda genotsid bo'lgan. U yerda dahshatli narsalar sodir bo'ldi. Yaqinda u mamlakatga tashrif buyurib, Jahon Adventist radiosi maxsus tadbirni o'tkazib, butun mamlakatga translyatsiya qildik. Bu hayajonli va ajoyib edi. Kemi ham o'sha yerda bo'lib voizlik qilardi. Biz sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan kichik video bor. Ishonchim komilki, bu sizga yoqadi. U yerda 100 mingdan ortiq kishi suvga cho'mdi. Buni tasavvur qila olasizmi? Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ruanda Afrikaning markazida joylashgan. O'tmishda zulmatda yashaganiga qaramay, minglagan tepaliklarda yangi yorug'lik paydo bo'la boshladi. Bu misli ko'rilmagan tarzda amalga oshirayotgan Adventistlar 7-kun jamoasining jasur tashabbusi orqalidir. U yerda jamoaning har bir a'zosi xizmatda faol ishtirok etadi. Bir necha yil oldin ko'p azob tortgan bu mamlakatga 7-kun Adventistlar jamoasi umid olib keldi. Bu voqea men bilgan hayajonli voqealardan biridir. Sharqiy Afrika jamoa a'zolari to'lig'icha xizmatga jalb qilish g'oyasidan xursand. Bu yerda Ruanda hayotida Adventistlar jamoasi uchun misli ko'rilmagan tajribalarda guvoh bo'lib hisoblanadi. Bu mamlakat xalqi Xudo buyuk ishlar qilishiga tayyorligini his qilmoqda. Jamoa a'zolarining barchasi qatnashadilar. Ikki ming yil oldin Iso xushxabar dasturini tashkil qilgan. Biz barchamizga tanish bo'lgan buyruq haqida gapiryapmiz. Matto 28. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Ushbu buyuk buyruq natijasida hammamiz shu yerda Ruandadamiz. Biz hayajondan ilhomlanamiz. Biz jamoa a'zolarini to'liq xizmatga jalb etish g'oyasida bag'oyat ruhlanganini ko'rdik. Ular Rabbiga shunchalar xizmat qilishni xohlaganlaridan o'zlarini sigir, echki, qo'ylarni berishardi. Masihiy kitoblar tarqatib, kalom asosida darslar va salomatlik dasturlarini o'tib, odamlarga yordam berdik. Ular xizmat oldinga yurishi uchun banner, sharf, futbolka va yana ko'p narsalar qilishdi. O'sha yerda yashagan odamlar jamoa a'zolari bo'lib hisoblanib, do'stlarini taklif qilish uchun vaqt topishdi. Jamoa rahbarlari esa odamlar suvga cho'mishga tayyor bo'lishiga ishonch hosil qilishda jiddiy e'tibor berdi. Bu haqiqiy birgalikdagi harakat. Barcha tadbirlarni o'tkazishda nafaqat mahalliy aholi, shuningdek bosh konferensiya vakillari ham ishtirok etadi. Har bir inson Maryland shtati Silver Springda aytgan so'zlarini amalga oshirishdi. Hayajon va qiziqish bilan harakat qilmoqda.
Bu xizmat uchun Rabbiy hammadan, cho'ponlar va jamoaning barcha a'zolaridan foydalanmoqchi. Jamoa a'zolari g'ayratga to'lib, do'stlarini va qo'shnilarini taklif qilishdi. Shuningdek, yangi kelgan odamlar ham o'zlari bilan dalada yoki ofisda ishlaganlarni taklif qila boshladi. Hamma juda ilhomlandi. Jamoa a'zolari xursandchilikda do'stlar va qo'shnilar bilan muloqot qilib, ularni ham yig'ilishga, Iso haqida eshitishga chaqirishdi. Uzoq vaqt davomida barcha xizmatlarni cho'ponlar bajargan. Jamoa a'zolari esa asosan nazorat qilishgan, biroq endi hamma o'z ishini qilmoqda. Har bir odamda shaxsiy aloqaga ega bo'lgan kimdir bor. Endi jamoaning har bir a'zosi, u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, hech bo'lmasa bitta odamni o'zi bilan olib kelishga harakat qilishi kerakligini tushundi. Halleluya. Bu yerda katta bo'lmagan go'zal mamlakat Ruandada xushxabar uchun tashkil qilingan 2200 dan ortiq maydonchalar bor. Biz faqat shunga o'xshash 2000 dan ortiq xizmatlardan birini ko'rsatdik. Ba'zi joylarda AQSh va Yevropadan kelgan yoshlar bor. Men 12 yoshdaman va men Ruandada bu yerda voizlik qilaman. Men birinchi marta voizlik qilganimda juda hayajonlandim. Yuzlagan odamlar qabul qildi. Bunga aql bovar qilmas edi. Birinchi marta voizlik qilib shunday natijaga ega bo'ldim. Bu mening butun hayotimdagi eng ajoyib tajriba edi. Men Xudoga umid qilaman, lekin bu yerda Xudo sen orqali gapirgani va u har qanday holatda ham sendan foydalanganini his qilasan. Xudoni chanqagan qalblarga bergan sevgisi cheksizdir. Ushbu missionerlik safariga ketmasimdan oldin ruhiy hayotim deyarli so'ngandi. Men nahotki masihiylik shu bilan yakun topsa deb o'yladim. Lekin birinchi oqshomdayoq bu yerda bo'lishim uchun Xudoda maqsad borligini ko'rdim. Albatta, Xudo menga sevgisini ko'rsatdi. Xudo qanday qilib odamlarning qalbiga tekkanini ko'rganim uchun uni rost ekanligini angladim. Qachonki sen odamlar hayotida sodir bo'layotgan o'zgarishlarga guvoh bo'lganingda, u shaxsan sen uchun ham xuddi shunday qilishi mumkinligiga hech shubha qila olmaysan. Har kecha minglab odamlar Masih bilan birga bo'lishga qaror qilmoqda. Bu ajoyib odamlar suvga cho'mishga va adventistlarning buyuk harakatiga qo'shilishga tayyordirlar. Biz bu Kivi ko'li bo'yida ko'rib turganimiz butun mamlakat bo'ylab sodir bo'lmoqda. 100 minglagan kishini suvga iymon keltirishi bu adventistlar jamoasi tarixida eng ko'p suvga cho'mganlar soni. Va eng qizig'i, bu faqat boshlanishi. Iso yana kelguniga qadar bu dastur davom etadi. Ruandada sodir bo'layotgan uyg'onish ajoyib bo'lib, butun jahon jamoasining namunasidir. Biz shu bilan hammasi tugab qolishini xohlamaymiz. Shuningdek, bu kabi ittifoq konferensiyalarini o'tkazish mahalliy jamoatda qanday harakat qilishingizga bog'liq. Ushbu dasturda ishtirok etish uchun ulkan bir narsa qilish kerak emas. Bu kundalik hayotingizni bir qismi bo'lishi kerak. Barchamizga imkoniyat yaratib berilgan va Xudo bizni, har birimizni u bergan xizmatini bajarishga chaqiradi. Biz qanday ajoyib davrda yashayapmiz? Biz jamoani barcha a'zolarini jalb qilish harakatining bir qismi bo'lishimiz mumkin. Siz Rabbiy bergan kuch bilan bu xabarni dunyoning eng olis yerlariga yetkazishingizda Xudo sizni marhamatlasin. Bu ajoyib emasmi? 100 mingdan ortiq odamni suvga cho'mishini tasavvur qila olasizmi? Biz u yerda bundan oldin va keyin ham bo'ldik. Radio to'lqinlarimiz hozirda butun mamlakat bo'ylab yangramoqda. Allaqachon radio uchun yangi minoralar mavjud bo'lib, odamlar Xudoning xabarini eshitishlari mumkin. Biz bu dunyodagi juda ko'p odamlar bilan aloqada bo'lib, ularga Iso haqida Injil xabarini yetkazib, Iso juda tez orada kelishini aytish bu ajoyibdir. Bugungi mavzumizda odamlar orasidagi chalkashliklar haqida gaplashamiz. Ko'p odamlar haftaning turli kunlarida jamoatlarga borishadi. Sizga ma'lumki, ko'p masihiylar yakshanba kunlari jamoatga borishadi. Shunday qilib, buni qaysi kuni qilish kerak? Buni kim biladi? Aniqligiga ishonch hosil qilishimiz mumkinmi? Demak, muqaddas kitobni ochaylik. Agar u muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, unutmang, men bunga ishonaman. Shunday qilib, biz muqaddas kitobni ochamiz. Vahiy 1:10. Men ushbu mavzudan o'qishni boshlayman. Vahiy kitobi 1-bob 10-oyatda shunday deydi. Bu Rabbimiz uchun alohida kun bor degani. Alohida kun bu yerda dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba deb aytilmagan. Yo'q, Rabbiyning bir kuni borligini aytadi.
Bu Rabbiyning kuni. Bu qaysi kun? Keling, Mark bayon etgan xushxabarning 2-bob 28-oyatiga qaraymiz. Shuningdek siz Matto 12:8 yoki Luka 6:5 shuni ochishingiz mumkin. Biroq keling avval Mark 2:28 da yozilganini o'qiymiz. Bu oyatlarning hammasi bir ma'noga ega. Shu bois inson o'g'li Shabbat kunining ham hokimidir. Demak, Rabbiyning kuni shanba. Juda aniq yozilgan. Ajoyib. Rabbiyning kuni shanba. Xo'sh, yana bir savol bor. Shanba bu qaysi kun? Demak, keling, Chiqish kitobi 20-bobga qaraymiz. Bu 10 amirlar. Buni Xudo o'z barmog'i bilan yozgan. U yerda shunday deydi: Shabbat kunini muqaddas deb biling. Bu kunga rioya qilib yuring. Shunday qilib Rabbiyning kuni Shabbat kunidir va Xudo bizga u kunni muqaddas deb bilishimizni aytadi. 7-kun esa, diqqat qiling, o'qishni davom ettiramiz. 7-kun esa men, egangiz Xudoga atalgan Shabbat kunidir. Qoyil, buni tasavvur qila olasizmi? Rabbiyning kuni shanba va 7-kun egangiz Xudoga atalgan Shabbat kunidir. Agar siz kalomga qarasangiz, unda barcha savollarga javob topasiz. Bir kun vaqt topib, kichik tadqiqot o'tkazib, haftaning kunlariga e'tibor bering. Faqat 2 kun bor. 2 kunligina nomlari bor. Muqaddas kitob bizga shunday bo'lgani haqida aytadi. Demak, bilamizki, Xudoga atalgan kun bor. Vahiy 1:10 aynan qaysiligi haqida gapirmaydi. So'ngra biz Mark 2:28 da Shabbat Xudoning kuni ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun Isoning so'zlariga ko'ra, Vahiy kitobidagi Rabbiyning kuni shanba. So'ngra Chiqish 20-bobda 7-kun esa men egangiz Xudoga atalgan Shabbat kunidir deyiladi. Bularning barchasi osongina bir butunlikni hosil qiladi. 7-kun Rabbiyning kuni, Shabbat kuni. Bu ajoyib emasmi? Keling endi yana Chiqish kitobining 20-bob 11-oyatiga qaraymiz. Mana nima uchun bu muhim. Yana 10 amirga qaytaylik. Men egangiz 6 kun davomida osmon bilan yerni, dengizni va ulardagi hamma mavjudotlarni yaratdim. Mana nima uchun? Mana nima uchun 7-kun shanba? Bu yaratilish eslatmasi. Xudo bizni siz bilan yaratgani haqidagi esdalik. Biz uning suratida yaratilganmiz. So'ngra shunday deb yozilgan: 7-kun esa dam oldim. Shuning uchun men egangiz Shabbat kunini muborak qilib, muqaddas deb boshqa kunlardan ajratdim. Xudo muborak qilib, boshqa kunlardan ajratgan faqat bir kun bor. Va bu biz uning suratida yaratilganimizni eslatadi. Biz maymun yoki biron bir hayvon qiyofasida yaralganimiz yo'q. Biz Xudoning suratida yaralganmiz. Xudo odam ato va momo Havvoni o'z suratida yaratdi. Ular bizning birinchi ota-onamiz. Shuning uchun biz hammamiz Xudo suratida yaratilganmiz. Shanba bu yaratilishni eslatadi. Xudo hammamizga marhamatli emasmi? Shunday qilib har safar biz shanba kuni ibodat qilish uchun kelganimizda, biz Xudoga yaratuvchimiz sifatida sajda qilamiz. Ibtido kitobida Shabbat yaratuvchi Xudoning kuni, Vahiy kitobida esa Rabbiyning kunidir. Muqaddas kitob shunday deydi: Xudo azalda, ibtido 1:1 osmon bilan yerni yaratdi. Xudo osmon bilan yerni yaratdi. U yaratuvchi. Ibtido 1:26 va 27 da. Keyin Xudo shunday dedi: Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Xudo o'z suratida qilib yaratdi inson zotini. Erkak va ayol qilib yaratdi ularni. Ibtido 2:2. 7-kuni Xudo barcha yaratish ishlarini bitirib dam oldi. Xudo 7-kuni hamma ishlardan dam olgani uchun bu kunni muborak qildi. Qanday ajoyib Xudo! Xudo barcha yaratish ishlarini bitirib dam oldi. Xudo charchagan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Xudo charchamaydi. U so'zni aytdi va so'z amalga oshdi. Shu kuni biz ham dam olishimiz uchun siz va men uchun namuna bo'ldi. Haqiqatni tasdiqlab, yaratuvchimizni ulug'lab, biz ijodkorimizga sajda qilamiz. Bu sajda, bu ulug'lash, xuddi shunday. Bu esdalik, yaratilish esdaligi. Bu 7-kun, Shabbatdir. Ibtido kitobida shunday deb yozilgan. Keling Ibtido 2:3 ni o'qiymiz. Uni muqaddas deb boshqa kunlardan ajratdi. Muqaddas qilish bu uni muqaddaslikda foydalanish uchun pok qilib ajratdi deganini bildiradi. Shunday qilib bu muqaddas kun. Har haftada 7 kundan faqat bitta muqaddas kun bizga. Xudo bizning yaratuvchimiz ekanligini eslatadi. Bu ajoyib emasmi? Ha, biz uni yaratuvchimiz deb hisoblaymiz. Chunki Ibtido 2:3 da shunday deb yoziladi. Xudo 7-kuni hamma ishlardan dam olgani uchun bu kunni muborak qildi. U charchadimi? Yo'q, albatta yo'q. Lekin u bizga namuna ko'rsatdi. Xudoning o'zi bizga namuna bo'ldi. Demak, shanba Xudoning butun insoniyatga ko'rsatgan sevgi in'omi. Xudo bizga Adan bog'ida ikkita maxsus qoida berdi. Aynan shanba va nikohni berdi. Lekin bilganingizdek, shayton ikkalasiga ham shafqatsiz ham hujum qildi. Esingizdami? Xudo odam atoni qanday yaratgani va odam nima qilishi kerakligi haqida gaplashgandik. Bu haqida muqaddas kitobda Ibtido 1-2 boblarni o'qing. U barcha hayvonlarga nom berish kerak bo'lgan. Ushbu topshiriqni bajarishda u ajoyib vaqt o'tkazgan. Janob va jiraf xonim, janob va xonim fil,
Janob va xonim yo'lbars. So'ngra odam hayron bo'lib so'radi. Xudo, menda bir savol bor. Barcha hayvonlar janob va xonim ekan, lekin men-chi? Men yolg'izman-ku. Va juma kuni, 6-kun Xudo shunday dedi. Men buni to'g'rilayman. U odamni uxlatib, qovurg'asidan birini oldi. Shu orqali u er va xotin bir butun bo'lib, yonma-yon turishi kerakligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shunday qilib, u Momo Havoni yaratdi. Va odam chuqur uyqudan uyg'onganda, Momo Havoni ko'rib jilmayib, uni ayol deb atadi. Lekin ishonchim komilki, u shunchaki ayol emas, balki ayol dedi. Momo Havo ajoyib va chiroyli edi. U juda hayajonlandi. Lekin Momo Havo xato qildi. U bog'da yurganda biz bu hikoyani bilamiz. Shayton, ilon, uni vasvasaga soldi. Ular Adan bog'idan haydab chiqarildi va Xudo o'z o'g'lini yuborishini va'da qildi. Iso kelib Golgotada vafot etgan paytda bu va'da amalga oshdi. Chunki gunohning evazi o'limdir. Iso mening gunohlarim uchun o'ldi. Bu biz aytayotgan najot inomidir. Men o'limga loyiqman, lekin Iso men va siz uchun o'ldi. Chunki muqaddas kitobda yozilganidek, hammamiz gunoh qildik va Xudoning ulug'vorligidan mahrummiz. Lekin Iso biz hali gunohkor bo'lganimizda biz uchun o'ldi. Qachonki biz najot inomini qabul qilganimizda, u bizni barcha gunohlarimizni kechiradi. 1-Yuhanno 1:9. Keyin bizga yangilangan hayotda uning o'g'il va qizlari bo'lib yashashga kuch beradi. Qanday ajoyib Xudo. Ha, Iso sizni juda yaxshi ko'radi. U siz uchun o'lgan. Injilda Iso 100 ta qo'yi bor odam haqida hikoyani aytadi. Uning qo'ylaridan biri yo'qolib qoladi. Shunda u 99-ni qoldirib, yo'qolgan bir qo'yni izlagani ketadi. Bu degani do'stim, agar bizdan kimdir yagona bir odam gunohkor bo'lsa ham, Iso kelib, yolg'iz o'sha odam uchun o'lgan bo'lishini aytadi. Aql bovar qilmaydi. Bunga ishonish qanchalik qiyin. Bir marta biz Goma shahrida bo'lganimizni eslayman. Biz ertalab soat 6da aeroportga ketayotgan edik. O'shanda men uni ko'rdim. U trotuarda o'lik holda yotardi. Odamlar chetlab o'tishardi. 2 soatdan keyin aeroportdan qaytdik. U hali ham u yerda, o'lik holda yotardi. Uning yuzidagi chivinlar bor edi. Odamlar shunchaki o'tib ketishardi. Ko'zlarimga yosh keldi. Va men qachon Xudoning ko'zlari yoshga to'lishini bilaman. Chunki u bizning otamiz. U bizni juda sevadi. U biz yashashimiz uchun, biz uchun o'ldi. Axir u sevgiga loyiq emasmi? Sizga bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu men bilan Rossiyada, Sankt-Peterburgda bo'ldi. U yerda bir qator uchrashuvlar o'tkazdik va biz 400 dan oshiq, menimcha 405 odamni suvga cho'mdirdik. Haqiqatan bu ajoyib bo'ldi. Qachonki temir parda qulaganda, biz Sankt-Peterburgda bo'lib, u yerda dasturlarni o'tkazayotgandik. O'sha shanba kuni Vadim va Marinaning nikohi bo'lgan. Men o'sha to'yga borib, bir necha chiroyli so'zlar aytib, o'sha kecha ularni uchrashuvga olib kelib, ularni tanishtirdim. Va men o'shanda bugun shanba deb o'yladim. Shanba. Xudo bizga bu kunni muqaddas tutishimizni aytdi. U buni muqaddas qildi. Bu maxsus kun. Shayton Xudo qonunini o'zgartirish uchun shanba kuniga hujum qildi. U nikohga, Xudo Adan bog'ida bergan 2 qoidaga hujum qildi. Shayton ikkalasiga ham hujum qildi. Mana shuning uchun butun dunyo bo'yicha ajralishgan oilalar ko'p. Taxminan har 2-chi nikoh baxtsiz bo'lmoqda va boshqa ko'plab odamlar shunchaki nikohsiz yashab, hech qachon turmush qurishmaydi. Albatta, bu ham noto'g'ri. Shayton doim nikohga hujum qiladi. Lekin bu Xudoning rejasi emas. U buni istamaydi. Mana, biz nima haqida aytyapmiz? Aytib o'tganimdek, o'sha shanba kuni bizda katta suvga cho'mish bo'ldi. U Sankt-Peterburgdagi ko'lda bo'lib o'tdi. Ushbu mavzu haqida gap ketganda, suvga cho'mish bu Isoning o'limi, ko'milishi va tirilishi bo'lsa, shanba bu siz va men Iso suratida, Xudoning suratida yaralganimizni eslatadi. Qanday ajoyib Xudo. Qanday ajoyib Xudo. U bizni juda sevadi. Shunday emasmi? Iso qaysi kun o'lgan? Ba'zan odamlar u kunni qanday qilib aniq bilishingiz mumkin deb so'raydi. Xo'sh do'stim, Defteriosni eslaysizmi? Lambumbashdagi Zair Kangodan. Bir kuni uni ko'rgani borganda shunday dedim. Defterios, bugun juma. Siz o'z tilingizda yunon tilida bu kunni nima deysiz? Va u menga aytganda, men yana so'radim. U nimani bildiradi deb. Ma'nosini bilardim, faqat undan eshitishni istadim. U bu kun tayyorgarlik kunini anglatadi dedi. Men nimaga tayyorgarlik deb so'radim. U javob berib, bilmadim, shunchaki tayyorgarlik kunini anglatadi. Bu tayyorgarlik kuni.
Bu kuni shanbaga tayyorgarlik kunida Iso o'lgan. Chunki shanba yaqinlashayotgan edi. Iso qaysi kuni o'ldi? Demak, Luqo 23-bob 54-oyat. Bu kun shabbat arafasida bo'lib, shabbat kuni boshlanishiga oz qolgandi. Quyosh botib, shanba kelayotgan edi. Shanba yaqinlashgandi. Bu Iso o'lgan kun. Ular uylariga qaytib borib, jasadga surtish uchun xushbo'y moylar va atirlar tayyorladilar. Shabbat kuni esa qonunda buyurilganiday dam oldilar. Qanday qonunga? 10 amirning 4-sida mana nima deyilgan. Shabbat kunini muqaddas deb biling, bu kunga rioya qilib yuring. Iso qabrda edi. O'sha kuni shogirdlar dam olishgan. Iso xochga mixlanib o'lgani uchun o'sha kuni qabrda uxlab yotgan. Luqo 24, 1-oyatda o'qiymiz. Yakshanba kuni erta tongda ayollar tayyorlab qo'ygan xushbo'y moylarni olib qabrga keldilar. Qabr og'zidagi tosh ag'darilib yotganini ko'rdilar. Ichkariga kirdilar, ammo Rabbimiz Isoning jasadini topmadilar. Axir bu hammamiz uchun quvonchli emasmi? Isoning tanasi yo'q edi. U tirildi. Bu voqeani eslaysizmi? Mariya birinchi bo'lib shoshilib orqaga qaytdi. U boshqalarga xabar berish uchun yugurdi. Bu ayollar birinchisi bo'lib qabrga kelgani ajoyib. Erkaklar yuqori xonaga yashiringandi. Ular qo'rqib ketishgan, chunki Iso xochga mixlangan edi. Ayollar ularni topib, qabrga borib ko'ring. U bo'sh deyishdi. Yuhanna va Butrus yugurishdi. Yuhanna yoshroq bo'lgani uchun u birinchi bo'lib u yerga yetib bordi. Keyin Butrus kirib atrofga qarab ko'rdi. Ishonchim komilki, Butrus, u tirik degan. U tirik. Gunohlarim kechirildi. Osmon shohliklar eshigi ochildi. U tirik. Iso tirik. Qabr bo'sh. Avval aytganimdek, butun dunyo bo'ylab buyuk diniy rahbarlarning qabrlarida jasadlar bor. Isroildagi Isoning qabri bo'sh. U tirik. U tirik. U hozir biz uchun tayyorlayotgan samoviy uyga bizni olib ketish uchun qaytib kelishga va'da berdi. Qanday ajoyib Xudo. Xo'sh, voqealar tartibi qanday edi? Juma tayyorgarlik kuni kech kirishga oz qolgan. Luka 15:42 va 43. Juma kuni kech kirishga oz qolgandi. Ya'ni shanba kunidan bir kun oldin Arimetiyalik Yusuf Isoning jasadini so'radi. Shunday qilib Arimetiyalik Yusuf Pilatning oldiga borib, Isoning jasadini so'raganda, bu tayyorgarlik kuni bo'lgan. Iso qabrda bo'lgan. Keyin shanba keldi. 7-kun. Keyin haftaning 1-kuni yakshanba keldi. Shu kuni Iso tirildi. Shunday qilib tayyorgarlik kuni bor bu juma, shanba, shabbat 7-kun, haftaning 1-kuni esa yakshanba. Bu kuni Iso tirildi. Bu ajoyib emasmi? Unda qanday qilib 4-amirni o'zgartirishgan? Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Shayton nima qildi? Lekin shayton yolg'onchiligini bilasizmi? U juda ayyor bo'lganidan osmondagi farishtalarning 3dan 1 qismini aldadi va osmonda fuqarolar urushi bo'ldi. Farishtalar farishtalarga qarshi urushdi va ularning 3dan 1 qismi haydab chiqarildi. Iso va farishtalarning 3dan 2 qismi jangda g'alaba qozonishdi. Ammo shunga qaramay o'sha urushning oqibatlari to'xtab qolmadi. Bu fuqarolar urushi bu eng yomon narsa. Davlatlardagi urush, fuqarolar urushi bu dahshatli. Unda xotin va er boshqa tomonda. Bolalar va ota-onalar, aka-uka va opa-singillar turli tomonda. Bu dahshatli fuqarolar urushi. Shunday qilib, farishtalarga qarshi kurashdi. G'alaba Iso tomonda bo'lgani uchun juda minnatdorman. Demak, qanday qilib 4-amir o'zgartirildi? Xo'sh, bu haqida bashorat bor. Xudo buni sodir bo'lishini aytgan. Katolik kuzgusi gazetasida yozilgan so'zlarga e'tibor bering. Ayrimlarini o'qib beraman. Bu o'sha vaqtdagi jamoat tarixidagi bo'lgan voqealar. Bu hech qanday tarzda biror dinni kamsitmaydi. Biz faqat orqaga qaytib tarixga nazar tashlaymiz. Aytganimdek, biz bir necha yillar, 10 yil davomida Afrikada missioner xizmatida bo'lib, ko'p marta uzoq safarlarga borganmiz. Ba'zan biz 2-3 haftaga borardik. Keti har doim menga non pishirib berardi. Ammo to'g'risi bir necha kundan keyin u mog'orlanib, shunda men o'zimga g'amxo'rlik qilib, o'zimni boqishim kerak edi. Biz odamlar bizga bo'shatib bergan ajoyib kulbalarda qolardik. Buni tasavvur qila olmayman. Siz tasavvur qilib ko'ring. Mehmon kelishi bilan siz uydan chiqib ketib, bu yerda yashang deysiz. Ular shunday qilardilar. Mehribon va ajoyib insonlar. Lekin ba'zan do'stlarimga yaqin atrofda katolik jamoati bormi derdim. Agar bo'lsa o'sha yerda tunardim. Chunki u yerda har doim yaxshi karavot, pashalarni kirgizmaydigan setkalar bor bo'lib, ovqat pishirishimiz ham shart emasdi. Bu juda qulay edi. Shunday joylardan birida men belgiyalik ruhoniy bilan tanishib qoldim. U kelgan mehmonlarga javobgar edi.
Yaxshi odamlar bo'lgan, lekin oshpazlari unchalik yaxshi emasdi. Lekin agar men bir nechta rohibalar bo'lgan joyni topsam, baxtli edim, chunki ular mazali ovqatlarni pishirib, menga juda yaxshi g'amxo'rlik qilishardi. Bu ajoyib tajriba bo'ldi. Menda ajoyib va mehribon katolik haqida yaxshi xotiralar qoldi. Ularning ko'pchiligi osmonda bo'ladi. Lekin men odamlar haqida gapirmayman. Biz tarixiy faktlarni ko'rib chiqmoqdamiz. Qarang nima bo'ldi. Bu Katolik ko'zgusi gazetasidan Katolik jamoati protestantlar paydo bo'lishidan 1000 yil oldin o'zining ilohiy xizmati bo'yicha shanbani yakshanbaga o'zgartirdi. Mana buni bizga tarix aytadi. Qoyil. Yig'inlarni birda muqaddas kitob yoki urf-odatlar haqida muhim masalani muhokama qilishdi. Bu avval bo'lib o'tgan jamoat yig'inlarining ichidan eng uzoq davom etgan yig'inlar bo'ldi. U 18 yil davom etib, muhokama davomida an'analar muqaddas kitobdan yuqorimi yoki muqaddas kitob muhimmi degan savol ko'rildi. Eslaysizmi? Buning bari islohotda o'zini namoyon qildi. Aynan o'shanda islohotchilar aytishicha, muqaddas kitob va faqat muqaddas kitob, kalom yagona, sola scriptura, iymon, faqat Isoga bo'lgan iymon, xullas, kalom yagona, sola scriptura. Shunday qilib mavzuda urf-odatlar muhimmi yoki muqaddas kitobmi degan munozaralar bo'lib o'tdi. Urf-odatlarmi yoki muqaddas kitobmi? Buning barchasi 18 yil davom etdi. Nihoyat 18-noyabr 1562-yili oxirgi uchrashuvda barcha shubhalar bir chetga surildi. Bu Holtzmanning Kanon va urf-odatlar kitobi 263-bet. Arxiyepiskop Reggio nutq so'zlab, unda urf-odat kalomdan yuqori turadi deb ochiq e'lon qildi. Binobarin, cherkov hokimiyati kalomning vakolatiga bog'liq emas, chunki cherkov shanbani yakshanbaga almashtirdi. Aql bovar qilmaydi. Masihning amrlariga ko'ra emas, lekin o'z qonuni bilan buni tasavvur qila olasizmi? Ular Xudo qonunini o'zgartirdi, lekin bu bashorat qilingandi. Bularning ortida shayton turibdi. Bu shaytonning ishi. Sizga bitta fotosuratni ko'rsatmoqchiman. Bu mening nabiram, Lens. Juda chiroyli bola. Qachonki Xudo biror narsani yaratganda, u hammasini mukammal qilib yaratadi. U bizning yaratuvchimiz. Biz shanba kuni unga sajda qilamiz. Chunki u bizga har hafta u bizning yaratuvchimiz ekanligini eslatadi. Biz uning suratida yaratilganmiz. Ajoyib. Endi keling, yana katoliklarga qaytaylik. Katolizmga ishonganlar kitobidan o'qiymiz. Cherkov bayram va qonunlarni o'zgartirishga huquqi borligini isbotlashni ilojisi bormi? Agar unda bunday kuch bo'lmasa, unda hamma zamonaviy diniy arboblar unga qo'shilgan ishni qila olmasdi. U shabbat kuniga rioya qilish 7-kunini haftaning 1-kuni bo'lgan yakshanbaga o'zgartira olmagan bo'lardi. Bu muqaddas kalomda tasdiqqa ega bo'lmagan o'zgarish. Steven Kinnanni Doctrinal Catechism kitobi 174-bet. Bu yerda oq qog'ozga qora bilan yozilgan. Doniyor 7:25. Muqaddas bayramlar va qonunlarni o'zgartirishga urinadi. Bu Xudo qonunini o'zgartirishga urinish bo'lgan. Ajoyib. Shunday emasmi? Xudo qonunini o'zgartirish mumkinmi? Albatta yo'q. Albatta yo'q. Sizga yana bir suratni ko'rsatmoqchiman. Bilasizmi, biz Afrikada uzoq vaqt yashaganmiz. Shuning uchun bizda ko'plagan xiyobonlarga borishga imkoniyat bo'lgan. Fillar, jiraflar, zebralarga qarang. Sherlar va boshqa hayvonlar juda hayajonli edi. Mana bitta rasm. Unda siz filni ko'rasiz. Uning uzun xartumini ko'ryapsizmi? Bu chiroyli fil. Shunday emasmi? Siz yo'q, doktor Makki. Siz hammasini chalkashtirib yubordingiz deysiz. Siz nima haqida gaplashayotganingizni bilmayapsiz. Yo'q, bu fil-ku axir. Yo'q. Siz ko'rgan hayvonni biz zebra deymiz. Ha, bilaman, bu zebra. Siz zebrani xohlagancha fil deyishingiz mumkin, ammo u zebra bo'yicha qoladi. Siz yakshanbani xohlagancha shanba deyishingiz mumkin, lekin yakshanba haftaning 1-kuni bo'lib, yakshanbaligacha qoladi. Shanba bu shanba. Amirlarga muvofiq haftaning 7-kuni. Ajoyib. Tarix bu haqda bizga nima deydi? Keling ko'raylik. Aslida qanday qilib shanba yakshanbaga o'tib qoldi? Eramizning 321-yilida Rim imperatori Konstantin 1-yakshanba qonunini chiqardi. Bu yerda biz o'qiymiz. Barcha hakamlar, fuqarolar va hunarmandlar Quyoshning hurmatli kunida dam olib, barcha ustaxonalar yopilsin. E'tibor bering. Unda Quyoshning hurmatli kuni deyilgan. Ingliz tilida Sunday, Quyosh kuni. Shu so'zdan kelib chiqadi. Butparastlar yakshanba kuni Quyoshga sig'inishadi. Yakshanba, Quyosh kuni. Qoyil. Konstantin davrida cherkov va davlat birlashgan. Ular bir bo'lishgan.
Konstantin shunday qonun chiqardi. Cherkov buni qabul qilib, tasdiqladi. Va shuning uchun bugungi kunda juda ko'p odamlar amirga muvofiq shanba kuni emas, haftaning birinchi kunida jamoatga borishadi. Biz Keti bilan Arizonada edik. Yakshanba kuni tushdan keyin edi. Biz televizor yoqiq bo'lib. Birdan men kanallarni birda Konstantin haqida alohida ko'rsatuv borligini bildim. Men uni ko'rishga qaror qildim va unda aslida cherkovga butparastlikni olib kelgan birinchi masihiy imperator haqida gapirdi. Unda aynan o'sha odam amirlarda yozilgan shabbatni haftaning birinchi kuni bo'lgan quyosh kuni bilan almashtirganini aytildi. U cherkovga quyoshga sig'inish butparastlikni olib keldi. Xo'sh, bularning barchasi qanday sodir bo'ldi? Imperiyada Xudoni tanimagan butparastlar guruhi bor bo'lib, ular Konstantin hukmronligi ostida edilar. Ular quyoshga sig'inishgani uchun Quyosh xudosi ular hosilini mo'l qilgani uchun va ular yomg'ir va unumdorlik haqida aytishib, quyoshga sajda qilishgan. Konstantin davrida tanganing orqa tomonida quyosh xudosi tasvirlangan. Shuningdek, imperiyada ko'p nasroniylar bo'lib, ularning soni juda tez o'sdi. Bu Masih vaqtidan 300 yil keyin sodir bo'ldi. Ular Xudoga 4-amirga muvofiq yaratuvchimiz deb shabbat kuni sajda qilishardi. Shuning uchun imperiyada tinchlik o'rnatish uchun masihiylarga nega Isoga tirilish kuni yakshanbada sajda qilmaysiz? Majusiylar esa yakshanba kuni quyosh xudosiga sajda qilishaveradi dedi. Shunday qilib, bu qonunga aylandi. Keyin cherkov bunga rozi bo'ldi. Bu haqda o'ylansangiz, hayron bo'lasiz. To'satdan bizda qonun paydo bo'lib, butun dunyodagi ko'plagan odamlar noto'g'ri kunda Xudoga sajda qilishmoqda. Ular buni farqini bilishgani uchun emas. Balki shunchaki ular aynan an'anaga aylandi. Chunki ota-onalar, bobo va buvilar shunday qilishardi. Bu shunchaki an'ana. Keling, muqaddas kitobga qaytaylik. Muqaddas kitobdan Vahiy kitobi 13-bob 2-oyat. Vahiy 13:2. Ajdar. Ajdar kim? Ajdar bu o'ziga tegishli bo'lgan kuchni maxluqqa bergan bu siyosiy va diniy kuch. Ajdarho bu maxluqqa o'z qudrati, taxti va buyuk hokimiyatini berdi. So'ngra Vahiy 13:3-4. Shunda butun jahon hayratda qolib, biz hozir buni ko'ryapmiz, to'g'rimi? Maxluqqa ergashdi, diniy kuchga. Ajdahoga sajda qilishdi. Chunki ajdaho maxluqqa o'z hokimiyatini berdi. Ular maxluqqa ham sajda qilib, ajoyib. Bu muqaddas kitob aytayapti. Vahiy 13-bob, Vahiy 12:9 shu haqida aytadi. Biz bu haqida avval ham aytib o'tganmiz. Butun bobda osmondagi urush haqida yozilib, Xudoning xalqi haqida hikoya qilinadi. Demak, ulkan ajdaho yerga uloqtirildi. Butun dunyoni aldagan bu almisoq ilon, iblis va shayton deb atalgan. U osmondan qo'vildi. U ajdaho. U baland ovozda shunday deydi. Vahiy 14:7. Xudodan qo'rqing, uni ulug'lang. U xalqlarni hukm qiladigan vaqt keldi. Nima deyilganiga e'tibor bering. Yer va osmonni, dengiz va buloqlarni yaratganga sajda qiling. Shunday qilib, qarama-qarshilikni ko'ryapmiz. Maxluqqa sajda qilganlar va Xudoga sajda qilganlar. Maxluqqa sajda qilganlar yakshanba, quyosh kuni. Va qonunga asosan shanba, yaratilish kuni Xudoga sajda qilganlar. E'tibor bering, gap ibodat haqida ketyapti. Ijodkor bu yaratuvchidir. Biz yaratuvchiga sajda qilamiz. Chiqish 20:11. Yozilganki, men egang 6 kun davomida osmon bilan yerni, dengizni va ulardagi hamma mavjudotlarni yaratdim. Biz chiqish 20:11dagi 10-amirga muvofiq aynan 4-amirda yozilganga asosan Xudoga sajda qilamiz. Chunki u yaratguvchi. U sizni va meni yaratdi. Vahiy 14-bobda. Birinchi farishtaning xabari yozilgan. Oxirgi zamonda bu dunyoning oxirgi kunlarida oxirgi buyuk voqea sodir bo'ladi. 3 farishtaning xabarida aytilishicha, Xudo xalqi yaratgan Xudoga sajda qiladi. Buning bari biz unga sajda qilganimizni bildiradi. Biz yerni, dengiz va suv buloqlarini yaratgan zotga sajda qilamiz. Biz yaratguvchiga sajda qilamiz. Ajoyib, shunday emasmi? Bu sajdaga bo'lgan chaqiriqdir. Yana Ibtido 1:26 va 27 ni o'qiymiz. Keyin Xudo shunday deydi: "Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini. Erkak va ayol qilib yaratdi ularni. Biz hayvondan yaralgan emasmiz. Bilasizmi? Bu nolga teng degan ehtimol ham bor. Evolyutsionistlar hayot to'satdan paydo bo'lishi mumkin emasligini tan olishga majbur bo'ladilar. Hech bo'lmaganda inson ko'zining yaratilishining murakkabligiga qarang. U millionlab kichik hujayralardan iborat va biz ko'rishimiz uchun ularning barchasi birgalikda ishlashlari kerak. Bizning tanamiz ijodkorimiz tomonidan ajoyib va hayratlanarli qilib yaratilgan. Ibtido
1:26 va 27. Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizda, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini, erkak va ayol qilib yaratdi ularni. U bizning yaratuvchimiz. U bizning ijodkorimiz va najotkorimiz. U bizning qutqaruvchimiz. Ajoyib. Biz unga 2 marta tegishliyiz. Sizga bu voqeani aytib berganim va Keti bu ajoyib qo'shiqni kuylagani esingizdami? Agar siz avvalgi sonda o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, orqaga qaytib uni tomosha qiling. Siz uni eshitishingiz kerak. Sen 2 marta menikisan. Kichkina bola dadasi bilan qayiq qurdi. U ko'lga kelib uni suvga oqizmoqchi bo'ldi. Ammo keyin shamol bo'lib, qayiqni ko'lning boshqa tomoniga oqizib yubordi. Arqon uzildi. Bola ko'lning narigi tomoniga yugurib, qayiqni izladi, lekin u yerda yo'q edi. Ertasi kuni u shaharga bordi. Magazin yonidan o'tib borayotib, derazada turgan qayiqni ko'rdi. Magazin ichiga kirib, "Janob, kechirasiz, lekin bu mening qayiqim." Sotuvchi, "Yo'q, bunday emas, bu mening qayiqim." "Yo'q, siz tushunmadingiz. Buni dadam va men o'z qo'llarimiz bilan yasadik. Bu mening qayiqim. Kecha uni yo'qotib qo'ydim." Do'kon egasi esa, "Sen tushunmayapsan. Men senga aytaman. Kecha bu qayiqni sotib oldim. Men qayiq uchun $5 to'ladim. Agar sen menga o'sha pulni qaytarib bersang, uni olib ketishing mumkin." Bola juda xafa bo'ldi. U uyiga borib, kichik pul qutisini ochib, ichidan $5 oldi. U do'konga qaytib kelib, peshtaxtadan ustiga qo'yib, dedi: "Men qayiqimni sotib olmoqchiman." Do'kon egasi javob berdi: "Mayli, ola qol, bu seniki bo'ldi." Uyga ketayotib, qayiqqa qarab dedi: "Sen 2 marta menikisan. Sen 2 marta menikisan. Men seni yasadim va men seni sotib oldim." Iso deydi: "Men seni yaratdim va seni qutqardim." Do'stlar, biz 2 marta unga tegishlimiz. Xudo bizni yaratuvchimiz ekanligini eslatuvchi kun bu shanba. Suvda iymon keltirish esa Iso bizning najotkorimiz ekanligini eslatadi. Bu suvga cho'mish. Demak, biz Isoni nomi bilan suvga cho'mganimizda, sizlardan ba'zilar suvga cho'mish haqida o'ylanyapsizlar. Qachon biz Iso nomi bilan suvga cho'mganimizda, biz najot inomini qabul qilamiz. Biz Isoni qabul qilganimizda to'liq o'zgarish sodir bo'ladi. Har safar kimdir suvga cho'mganida Isoni o'limi, ko'milishi va tirilishini eslaydi. Bu suvga cho'mishdir. Xudo suratida yaralganimiz haqida eslatma. Chiqish kitobining 20-bobida shanbadir. Rimliklarga maktub 6-bobda muqaddas kitobda juda aniq yozilgan. Cho'mdirilish bu Masih bilan birga o'lib, ko'milib, yangi hayotga tirilishdir. Uning qiyofasiga yaratilganimizda eslatma. Yana aytaman, Chiqish 20-bob. Bu shanba. Bu shanba. Xo'sh, Iso nima qilgan bo'lardi? Keling, savol beraylik. Iso nima qilgan? Luqo xushxabari 4-bob 16-oyat. U Nosiraga keldi. Sizga Nosirada bo'lgani haqidagi voqeani aytib berganim esingizdami? Sizga u yerda bo'lgani haqida ko'proq aytib beraman. So'ng Iso o'zi ulg'ayib o'sgan shahri Nosiraga bordi. O'z odati bo'yicha shabbat kunida sinagogaga kirib, muqaddas bitiklarni o'qish uchun o'rnidan turdi. Shanba kuni u ma'batga bordi. Shanba kuni yaratuvchi jamoatda ibodat qildi. Iso shanba kuni ibodat qildi. Albatta 7-kun qaysi kunligiga amin bo'la olamizmi? Xo'sh, muqaddas kitobga qarang, astronomiyani, tillarni o'rganing, tarixga nazar soling. Bundan tashqari siz 16,6 million yahudiylardan so'rashingiz mumkin. Ular bu kunni adashtirmagan. Afsuski, ular Isoni qabul qilmay, hali ham ibodatxonaga borishadi. Ammo ular haftaning 7-kuni shanbada hali ham ibodatxonaga borishadi. Muqaddas kitobda bu 10 amirlar juda aniq ko'rsatilgan. Juda aniq. 7-kun shanba. Bu 4-amirdir. Albatta, ba'zi odamlar balkim bir necha kun orasida qaysi bir kunlar yo'qoladi deydi. Demak, biz Angliyadagi qirollik Greenwich observatoriyasiga sayohat qilamiz. Aslida bunga o'xshagan voqea yuz bergan. 1982-yil oktyabrda o'shanda 366 kunlik yil bo'lib, shunday bo'lgan. Biz bir necha kun yo'qotdik. Ko'rib turganingizdek, 11 kun. Shunday qilib 4-oktyabr payshanba edi. Keyingi kun esa 15-oktyabr juma edi. Kalendarda o'zgarishlar bo'ldi, lekin e'tibor bersangiz haftalik sikl o'zgarmagandi. Bu haqda hech o'ylanib ko'rganmisiz? Turli vaqt uchun ilmiy asos borligi qiziq emasmi? Masalan, bir oy nima uchun kerak? Bir oyda 30 kunmi? Bilamizki, bu narsa oy bilan bog'liq. Chunki u yer atrofida aylanadi. Va bu bir oy taxminan 30 kunni tashkil qiladi. Ilmiy asos bor. Yil haqida nima deymiz? Biz tushunamiz. Bizga shunday tuyuladi. Quyosh yer atrofida aylangandek tuyuladi. Lekin aslida yer quyosh atrofida 365 kun ichida aylanib chiqishini biz bilamiz. Bu ilmiy asosdir. Kun haqida nima deymiz? Soatchi. Chunki biz aylanmoqdamiz.
Meni boshim aylanmayapti. Sizdachi? Lekin biz aylanyapmiz. Yer aylanyapti. Va bu taxminan 24 soat davom etadi. Bu quyosh ko'tarilib botayotganga o'xshaydi. Aslida unday emas-da. Biz aylanamiz. Bu ilmiy asos. Haftada 7 kun borligi isbotlovchi dalillar bormi? Bu haqida o'ylanib ko'rganmisiz? Bunga asosan ilmiy sabablar yo'q. Hammasi oddiy. Chunki Xudo shunday degan. Xudo har 7-kuni menga sajda qiling deydi. Biz uning suratida yaratilganmizmi? Uning suratida yaratilganimizni eslatuvchi kun bu shanba. Bu har 7-kun. Biz Xudoga yaratguvchimiz sifatida sajda qilamiz. Ajoyib. Tillar. Dunyodagi 140 dan ortiq tillarda 7-kun bu shanba. Ulardan bir nechtasiga diqqat qiling. Bu ajoyib. Sabaton, sabado, sabada. Bu ro'yxat davom etaveradi. Buning hammasi haftaning 7-kuni bo'lgan shanbadir. Bu so'zda ma'no bor. Lug'atlar. Lug'atlar nima deydi? 7-kun shanba, haftaning 7-kuni. Juda aniq, shunday emasmi? Biz buni bilamiz. Bizda kalendar bor. Aytganimizni eslaysizmi? Agar u muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, men unga ishonaman. Agar u muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Aldanmang. Aldanmang. Muqaddas kitobda qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qiling. Shundayligicha qabul qiling. Shunda siz adashmaysiz. Siz Isoda haqiqatni bilib olasiz. Adandan boshlab yangi Adangacha. Biz shanba kuni Xudoga sajda qilamiz. Mana Ishayo 66:23 da nima yozilgan? Har yangi oy shodiyonasida, har shabbat kunida jamiki insonlar huzurimga kelib, menga sajda qiladilar demoqda egamiz. Biz jannatga qarab ketyapmiz va har 7-kun shanbada yaratuvchi Xudoga sajda qilamiz. Muqaddas kitob shunday deydi. Agar biz buni osmonda qilsak, ehtimol faqat amaliyot uchun, biz buni qilishni bilishimiz kerak. Isoni so'zlarini qilishimiz kerak deb o'ylamaysizmi? Muqaddas kitobda nima deyilgan? Bu juda muhim. Vahiy 13:3-4. Butun jahon hayratda qoldi. Biz dunyo bilan birga bo'lishni xohlamaymiz. Bu dunyoda bo'layotgan narsaga ko'r-ko'rona ergashishni xohlamaymiz. Biz Xudo aytganidek qilmoqchimiz. Vahiy 13:3-4. Shunda butun jahon hayratda qolib, mahluqqa ergashdi. Odamlar ajdahoga sajda qilishdi. Chunki ajdaho mahluqqa o'z hokimiyatini berdi. Ular mahluqqa ham sajda qilib va butun yer hayratlanib hayvonni tomosha qildi. Ajoyib. Sajda bu sajda qilish. Shaytonga sajda qilmang. Shaytonga sajda qilmang. Yaratguvchimiz Isoga sajda qiling. Malaki 3:6. Men egangizman. Men hech qachon o'zgarmayman. Xudo o'zgarmaydi. Albatta jamoat, biz hamma narsani o'zgartirdik. Biz uni yoki boshqasini qildik deyish mumkin. Urf-odat ham shunday aytishi mumkin. Biroq yo'q. Xudo o'zgarmaydi. Xudo o'zgarmaydi. Men o'zgarmayman deydi ijodkor. Isoning o'limi, ko'milishi va tirilishiga o'xshab, biz yaratguvchi va najotkorga sajda qilamiz. Biz suvga cho'mish, u bizning najotkorimizdir. Biz uning suratida yaratilganimizni eslatuvchi kun shanba bo'lib hisoblanadi. Xudo nimani muqaddas qiladi? Biz bilamizki, Xudoning ismi muqaddas. Xudoning so'zi muqaddas ekanligini ham bilamiz. Biz shanba muqaddas ekanligini bilamiz. O'nlik muqaddasdir. Biz bu haqda keyinroq gaplashamiz. Bizning tanamiz muqaddasdir. Biz Xudo muqaddaslagan narsani qadrlaymiz. Biz Xudo marhamatlaganini qabul qilamiz. Shuning uchun Xudo muqaddas qilgan narsani hurmat qilsak, uning barakalariga ega bo'lamiz. Men ularni olishni istayman. U osmon derazalarini ochib, siz qabul qila olmaydigan barakalarni yog'diradi. U bizning sevgimizga loyiq emasmi? Uni sevmaysizmi, do'stim? Iso faqat siz uchun o'lgan. Agar siz yer yuzidagi yagona odam bo'lsangiz edi, u faqat siz uchun o'lgan bo'lardi. Bu so'zlarni aytishni xohlamaysizmi? Hozir qo'lingizni ko'taring yoki bizni ko'rayotganda ichingizda ayting: "Ha Rabbim, sen mendan so'ragan narsani qilmoqchiman. Men seni ortingdan ergashishni istayman. Sen menga aytgan hamma narsani qilishga va'da beraman." Ha Rabbim, men Isoga ergashishni istayman deng. Birgalikda ibodat qilaylik. Rabbim, hozirda o'z yuraklarida muhim qarorni qabul qilganlar uchun minnatdorchilik bildiraman. Iso kabi suvga cho'mishni istaganlar uchun ham rahmat. Biz allaqachon qabul qilgan qaror uchun rahmat. Biz Isoga ergashishni xohlaymiz. Uni yaratuvchimiz va qutqaruvchimiz deb qabul qilamiz. Hurmat qilamiz. Bizga sening suratingda yaratilganimizni eslatish uchun shanbani berganing uchun rahmat.